Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari va talabalar. Bugun sizlar bilan men psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Almardanova Salomat Bobonazarovna eksperimental psixologiya fani yuzasidan psixologiyada ilmiy tadqiqotlarning metodologik asoslari nomli mavzuni ko'rib chiqamiz. Ushbu mavzumizda psixologiya fanining metodologiyasi, ilmiy nazariya tushunchasi va ilmiy faraz tushunchasi, nazariyalar, metodika va metodologiya tushunchalarini tushunib olsak, o'z maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Tayanch so'zlarni ekraningizda ko'rib turibsiz. Eng ko'p bugun uchratadigan so'zlarimiz metodika, metodologiya, ilmiy nazariya va ilmiy bilish, psixologiya kabi tayanch so'zlarimiz bor va ushbu adabiyotlar orqali mavzuni yanada mustaqil ravishda mukammal o'zlashtirib olishingiz mumkin. Psixologiya fanining metodologiyasini asoslar ekanmiz. Biz avvalo metod so'zini alohida e'tirof etib olishimiz kerak. Metod bu yunoncha metodisdan olingan bo'lib, bilish yoki tadqiqot yoki bo'lmasa nazariya, ta'limot degan ma'nolarni anglatadi va voqelikni amaliy hamda nazariy tushunib olishimiz uchun, egallashimiz uchun, o'zlashtirishimiz uchun, mavzuni o'rganishimiz uchun va undagi bilimlarni egallashimiz uchun bizga ko'rsatilgan yo'l yo'riqlar va usullar majmuasi sifatida metod tushunchasini tushunib olishimiz lozim. Va falsafiy bilimlar va metodni kelib chiqish asosida falsafiy bilimlar yotadi va metodni egallamagan inson birorta ishni bajarish uchun o'zini kuchini va vaqtini behuda o'tkazib yuborgan inson bilan tenglashtirishimiz mumkin. Chunki agar siz hayotda ilm o'rganmoqchisizmi yoki har qanday xatti harakatni bajarmoqchimisiz, siz o'sha bajarilayotgan xatti harakatni metodini, ya'ni yo'l yo'riq va usulini yaxshi o'zlashtirib olgan bo'lsangiz, xatti harakatni bajarish uchun juda kam vaqt sarflaysiz va uni samarasi esa juda yaxshi bo'lib yakunlanadi. Sababiki siz shu xatti harakatni va ilmni o'zlashtirish uchun ushbu metodga amal qilib, metodni o'zlashtirib olganingiz sizda barcha shu fanga tegishli bo'lgan eng asosiy qonun qoidalarni anglab yetishingizga va bilimni egallab olishingizga sabab bo'ladi. O'zlashtirib olingan bilim va fanlar o'rtasidagi aloqadorlik qonuniyatlarini yaxshi tushungan odam fanga tegishli bo'lgan materiallarni osongina o'zlashtira oladi. Va metodlar haqidagi ta'limot fanda metodologiya deb nomlanadi. Masalan, inson dastlab o'zini atrofidagi va narsa hodisalarni kuzatish orqali, ularni bir-biriga taqqoslash orqali yoki bo'lmasa o'xshatish orqali yoki ularda kuzatiladigan farq qilish asosida voqelik haqidagi ilk bilimlarini to'plab boradi. O'zi ixtiro qilishning asosini ham shu narsa tashkil etadiki, siz ikkita juda o'xshash narsani farqini topsangiz yoki ikkita umuman bir-biriga o'xshamagan narsadagi o'xshashlikni topsangiz, demak fanda ixtiro qilgan inson bo'la olasiz. Va xuddi o'sha narsalarni kuzatib turib ham ular orasidagi o'xshashliklarni yoki ular orasidagi farqlarni, ular orasidagi taqqoslashdan qo'lga kiritgan ma'lumotlaringiz sizni ilmni egallashdagi eng asosiy to'plagan ma'lumotlaringiz tarkibiga kiradi va voqelik haqidagi o'sha bilimni yoki fanni rivojlanishi bilan bir qatorda insonda o'zi tomonidan qo'llanadigan yo'l yo'riqlar ham sekin-sekin takomillashib boradi va fanda amaliy, ya'ni empirik hamda nazariy metodlar yoki nazariy metodologiya vujudga keladi. Fan metodlarining eng asosiy mazmuni sifatida biz amaliyotda sinalgan ilmiy nazariyalarni tan olamiz. Chunki faqatgina ma'lumotni nazariy bo'lsa, uni biz amaliyotda sinab ko'rmagan bo'lsak, bunday ilmni biz hali tan olishimiz ozgina qiyin kechadi. Shuning uchun amaliyotda ishlatilib, puxta pishiq qo'llanilgan ma'lumotlar bizga ilmiy bilim sifatida asos bo'la oladi. Fanni metodologiyasida uni strukturasi bor, taraqqiyoti bor, ilmiy tadqiqot usullariga ega va o'zining vositalariga ega va shuningdek metodologiya metodlarning yig'indisi bo'lib, u inson faoliyatining turli sohalari bilan shug'ullanish asnosida bitta sohaga aynan muayyan tegishli bo'lgan ta'limot bu o'sha fanning metodologiyasini belgilaydi. Metod yoki metoddan foydalanar ekanmiz, biz
shug'ullanayotgan o'rganayotgan fanimizni birorta bitta qonun qoidasi yoki usuli yoki harakatini va bilim mezonlarini yig'indisi sifatida aks ettiramiz va u bir necha tamoyillar bilan amalga oshirishni boshlaydi. Metodning asosiy vazifalari bor va u inson faoliyatini bilish va boshqa shakllarni boshqarishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Chunki biz ma'lum bitta sohasida tegishli bo'lgan bilimni o'zlashtirar ekanmiz. Agar bizda o'sha faoliyatdagi bilib olayotgan ma'lumotlarimiz boshqarilmasa, biz adashib ketishimiz mumkin yoki fanlarga tegishli bo'lgan ma'lumotlarni qorishtirib qo'yishimiz mumkin. Birinchidan, shuning uchun metod va metodologiya bizga shunga yordam beradiki, o'rganayotgan muammomizni rolini inkor qiladi yoki to'g'ri baholamaslik oldini oladi. Ba'zida shunaqa metodologik negativizm paydo bo'lib qoladi. Ba'zida biz muammo deb tushunayotgan narsa o'rganishlar natijasida muammo emasligini ham anglab yetishimiz mumkin. Ikkinchidan, metodni ahamiyatini bo'rttirish yoki mutlaqlashtirish yoki uni aynan mana shunday bo'ladi jamiyatda deyish yoki uni yangilik vositasida qabul qilar ekanmiz, o'sha metodni kalitini ga juda berilib ketib, metodologik euforiyaga, ya'ni o'sha bir lahzalik bu his-hayajon euforiya yo'l qo'ymasligimiz kerak. Chunki bir lahzalik deb qabul qilish ilmni xato bo'ladi va bunday tushunish noto'g'ri bo'lib hisoblanadi. Sababiki psixologiyada bitta yangi termin kirib kelishi uchun yarim asr, deyarli 50 yil vaqt sarflanadi va bu yillarda aynan shu terminni qo'llanilishi uchun xizmat qilgan olimlarning, tadqiqotchi insonlarning mehnatlarini qadrlashimiz kerak. Va metodlar odatda metodikada konkretlashadi, ya'ni ular aniq holatga keladi va metodika tahliliy materiallarni yig'ish va saralash vositasi, bu aniq bitta faoliyat turi bo'lib hisoblanadi. Metodologik tamoyillardan ozgina farq qilsa-da, lekin metodologik tamoyillardan chiqib ketmaydi. Metodologik tamoyillarga asoslangan bo'ladi metodika. Va biz metodologik tamoyillar asosida metodni tanlab olamiz va ushbu tanlagan metodimiz esa tajribamiz jarayonidagi qo'llagan metodikamizda konkretlashadi. Va ilmiy nazariyani tushunish uchun, ilmiy nazariyadagi aynan eksperimental psixologiyadagi ilmiy nazariyalarni egallash uchun ekraningizda ko'rib turgan ushbu tadqiqotchi olimlarni ishlariga ahamiyat berish, ularni o'zlashtirib olishimiz kerak. Aqlni o'rganish metodlari orasida amerikalik psixolog Vekslerni biz alohida e'tirof etamiz va Vekslerni intellektni o'rganish borasidagi 7 ta subtesti mukammal yaratilgan va ushbu subtestlarni ketma-ketlikda bajarishimiz asnosida inson aqlini turli xil ko'rinishlarini, deylik raqamlarga taalluqli, deylik grammatik jihatdan so'zlarga taalluqli, deylik voqealarni tushunishga taalluqli barcha aqlning elementlarini har tomonlama ushbu subtest orqali yaxshi o'rganib olish mumkin va bu metodika aynan aqliy jarayonni o'rganishdagi, aqlga tegishli bo'lgan ilmiy bilimni o'zlashtirishdagi eng yaxshi metodikalar sirasiga kiradi. Keyingisi bu yangi proyektiv metodikalar yaratilgan va amerikalik psixolog Murrayni o'sha tematik apersepsion testini asosida yaratildi va tematik apersepsion test bu proyektiv metodika bo'lib, aynan eksperimental psixologiyada proyektiv metodikalarni qo'llashning ilmiy tushunchasini yaratilishiga xizmat qilgan va bundan keyin biz o'sha Vena maktabining 3-yirik vakili Emil Franklni keltirishimiz mumkin. Bu Emil Frankl aynan proyektiv metodikalarni 7 ta klassifikatsiyaga ajratib juda yaxshi tushuntirib bergan. Va keyingimiz nemis psixolog Rosenzweigni frustratsiyaga tegishli bo'lgan insondagi frustratsion holatni tahlil qila oladigan siyoh dog'lari metodikasini aytib o'tishimiz mumkin. Ushbu 1921-yilda yaratilgan siyoh dog'lari metodikasi psixodiagnostika faniga ham asos solganini hammamizga ma'lum va ushbu mana shu 3 ta katta olim yaratgan metodika har biri o'zini mavzusi bo'yicha o'sha ilmiy nazariyani ishlab chiqishda yoki amaliyotda ishlatilishda alohida ahamiyatga ega. Va rus psixologiyasida ham
diagnostik metodlardan foydalanish juda keng miqyosda yo'lga qo'yilgan va u tarixiga ko'ra ikkita bosqichga ajratiladi. Birinchi bosqich bu 20-yillarning boshida 30-yillarning o'rtasigacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi va bu yerda eng ko'p ishlatilgan psixologik soha pedagogikaga to'g'ri keladi va psixotexnikalar ko'rinishida yo'lga qo'yilgan va bu davrda psixodiagnostikani rivojlanishiga ham hissa qo'shgan Berenstein, Vygotskyni ishlarini keltirib o'tishimiz mumkin. Blonskiyni yoki Levitovni, Rassalimovni olib borgan tadqiqotlari juda katta hissa qo'shgan. Olimlar tarafidan juda ko'plab bir qator ilg'or fikrlar amalga oshirilgan, yo'lga qo'yilgan va 1936-yildan keyin bu sohadagi barcha tadqiqotlar ayrim sabablarga ko'ra to'xtagan. Natijada o'sha psixologik ilmni qo'llash, psixologik metodikalardan foydalanish bir muncha kechikishi ro'y berdi. Psixodiagnostikani rivojlanishining ikkinchi bosqichi bu 50-60-yillarga to'g'ri keladi va bu davrda aqlni o'rganish juda ommalashib ketdi hamda rus psixologlari tomonidan aqlni o'rganish paytida aqlli taraqqiyotning sifatiga ahamiyat berildi va ko'pgina tadqiqotlarda o'z aksini topdi. Nafaqat rus olimlari, bizning o'zbek olimlarimizda ham eksperimental psixologiyaga tegishli bo'lgan juda ko'plab tadqiqotlarni guvohi bo'lishimiz mumkin. Shunday ustozlarimizdan va respublikamizda psixologiyani, psixodiagnostikani, eksperimental psixologiyani rivojlanishiga hissa qo'shgan olimlarimizdan Davletshin, Qodirov, Shomarov, G'oziyevni yoki Tokarovani, Gaynutdinovni va juda ko'plab ustozlarimizni misol keltirishimiz mumkin va bu olimlar o'zlarining hissalarini qo'shishgan. Va Gerbartning fikricha, insonga tegishli bo'lgan ko'pgina psixik elementlar bu tasavvurga taalluqli va qolgan barcha jarayonlar hissiyot, iroda, tasavvurlarning kombinatsiyasidan iborat deb aytgan. Insonni ilmiy bilimni o'zlashtirib olish uchun unda bu tasavvurning o'rniga juda katta ahamiyat bergan va asoslari asosida shu xulosaga kelgan. Insonningdagi psixik elementlarida matematikani targ'ib etish mumkin. Va psixologiyada dastlabki ishlar o'sha fiziologik olimlar tomonidan Weber bilan Fechnerning ishlarida amalga oshirildi. Ular Weber va Fechner qonuniyatini o'rganib chiqishdi. Weber bilan Fechner insonlarda sezgining paydo bo'lishi bu absolyut qiymat emas, balki nisbiyligini aniqlashdi hamda sezgining paydo bo'lishi qo'zg'atuvchining kuchi bilan teskari proporsional ekanligini asoslashdi va mana shu ikkala olim Ernest Weber bilan Theodor Fechnerni qo'shgan hissasi psixofizika nomli fanni taraqqiy etishiga katta hissa qo'shdi. Va aynan eksperimental psixologiyada Weber-Fechner qonuniyati shuni amalga oshirdiki, ular psixologiyani birinchi navbatda tabiat fanlari singari eksperimental psixologiyaga aylantirish mumkin degan xulosaga kelishdi. Va eng katta eksperimental psixologiyada biz hissa qo'shgan olim va asoschisi Wilhelm Wundtni unutmasligimiz kerak. Wundt bir qator metodikalarni yaratdi, introspeksiya kuzatish metodikasini, ifodalash metodikasini va reaksiya metodlarini kashf etdi. 1879-yilda ilk psixologik laboratoriyaga asos soldi Leipzig shaharchasida va Berlinda 1881-yilda eksperimental psixologiya institutini asos solib tashkil qildi va 1861-yilda eksperimental psixologiyada ilk yaratilgan asbob, eksperimental metodikalar uchun tashkil etilgan asbob Wundt mayatnigini ixtiro etdi va bu psixologik eksperimentlar uchun yaratilgan ilk asbob edi. Va bundan tashqari Wundt nafaqat eksperimental psixologiya, fiziologiyada, astronomiyada, etnografiyada, tarixda, mifologiyada va juda ko'plab fanlarga o'zini ilmlari bilan hissa qo'shdi. Fransiya, Angliyada, Amerikada laboratoriyalar va institutlar tashkil qilib bordi. Mana ko'rib turibsizki, bundan tashqari 19-asrning oxirida Rossiyada, Moskvada Tokarsky, Qozonda Bechterev, Odessada Langerlar shunday laboratoriyalarni ochdi. 1911-yilda Moskvada Chelpanov eksperimental psixologiya institutini tashkil qildi va 1911-yilda professor
Aleksandr Fyodorovich Lazurskiy tabiiy eksperiment metodiga asos soldi. Yuqorida sanab o'tganimiz olimlarni ish faoliyatlariga ko'ra eksperimental psixologiyaning metodologik asosi yaratilgan. Mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lganda quyidagi ekraningizda ko'rib turgan manzillaringizga murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.